Domdagilar olyapti. Domdagilar olyapti. Fransiyani Big 6 kurka jo'jalari. Ne paytda Farg'onani Bag'dodga kelganmiz. Mana shunday mitti jo'jani agar yana 4-6 oy boqadigan bo'lsangiz, bularda vazni 20 kilodan oshib ketadi. Ya'ni 20 kilo 6 oyda bemalol go'sht olsa bo'ladigan Big 6 broiler jo'jalari. O'rtoqlar sotuvda bor ekan, hamma vaksinalari qilingan, emlashlarni hammasini olgan aka. Nech kunligi qancha deyapmiz? Xo'sh, 10 kunligi 90 ming. Hop, 20 kunligi 105 ming. hop. 1 oyligi 130 ming. Tushunarli. Sotib olgan odam qandaydir ukol dorilarni beradimi, qanday boqadi? Toza suv, toza don. Tagini quruq holatda saqlasa, inshaalloh boshqa boqqan odamga nagruska tushmaydi. Qo'shimcha dori, vitamin yoki ukol qilish shart emas ekan. Don suvini bersangiz bo'ldi. Oddiy xonadonlarda ham 15 ta 20 ta boqaman deganlarga boqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Domdagilar olyapti. Domdagilar olyapti. Birinchi etajda yashaydigan domdagilar kichkinagina o'sha kelishgan holatda o'zlari pastda yeri bo'lar ekan, katakchalar qilishib olishyapti. Aka, dastavka masalasi qanday bo'lardi? Ular dastavka masalasi kelishuv asosida bo'ladi.